Doktor Boysonovga YouTube'da ko'rib 11 millimetrlik grija bilan qiynalib yurgan edim. Haqiqatdan shifo topdim. Hech qachon umid so'ndirmaslik kerak odam. Bir ajoyib rezultatimiz Samarqanddan Pastarg'on tumanidan kelgan bemorimiz Olim bova. Olim bova yaxshi keldingizmi? Kelgan paytda 11 millimetrlik grija bilan keluvdi. Nima o'zgarish bo'lgandi? O'zingiz aytib bering. Nima shikoyatlar bilan kelgandingiz? Mana shu Doktor Boysonovga YouTube'da ko'rib 11 millimetrlik grija bilan qiynalib yurgan edim. Yaxshi niyat bilan keldim, davolanaman, shifo topaman deb. Haqiqatdan shifo topdim. 10 kun lechina oldim, rezultat yomon emas. Kelgan paytimda og'riq kuchli edi. Og'riqlar ancha chekinib, yaxshi natijaga erishdik. Kelgan paytda holatingiz qanday edi? Kelgan paytimda Holatni tushuntirib bering, ha. Kelgan paytimda qaddim oldinga, chap yonga bukilgan edi. Xo'p. O'ng oyog'imda shu tosdan boshlab oyoqni uchigacha og'riq bor edi. Bo'ldi. Og'riq kuchli edi. Ana shu uvushlarchi? barmoqlar uchlari uyushaydi. Yana. Hozir ana shu uyushishlar ketdi. Xo'p. Og'riqlar ancha chekindi. Og'riqlar bir oyoqdagi yo'q. Oyoqdagilar yo'q, men qaddim tiklanib. Yaxshi, Xudoga shukr. Sizlarga katta rahmat. Sog' bo'ling. Mana hozir bu yoqdan ham ko'rsatib o'raylik. Mana bu yerda 3 va 4 nimada umurtqada, bel umurtqasi va 4, 5-da ikkita bor. Mana 3, 4 mana ko'rishlaring mumkin. Mana bu yerda mana 3, 4 umurtqada mana chizib ham qo'ygan. To'liq kanalni yopib qo'ygan mana. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana yopib tashlagan. Mana shu yerda ham chizib qo'yganmiz. Mana shu 3, 4 bel umurtqasi, keyin 4, 5 bel umurtqasi qisman siljish ham borda, bu yerdan ham girja chiqqan. Bularda aslida tepadagi 11 millimetr bu birinchi operatsiya bo'lgan, 20 yil oldin operatsiya bo'ldi. Oldin operatsiya bo'lgan edi, o'zimiz Samarqand viloyatida. Samarqandda 20 yil oldin operatsiya bo'lganda, barim qayta qo'zganda o'sha 11 millimetrgacha chiqqan, lechina qilib, o'sha kelgan paytda mana bugilib kelgandi. O'zi aytayotganda, oyoqda og'riq kuchli bo'lgan, o'sha sedalishni nerv qattiq siqib qolgandi. Mana 10 kun lechina oldi. Alhamdulillah og'riqlari ketdi, simptomlari o'sha oyoqda uvishish, tortishish nimalari ketdi. Bu degani o'sha yaxshi qon aylanish yaxshilab, o'sha girja sekin-sekin so'rilib boshladi degani. O'sha girja so'rilib boshladi. Bu 1,5-2 millimetrgacha hozir endi qayta tushiramiz, keyingi nimada kursda. Keyingi kursda tushiramizda bu sekin-sekin so'rilib ketadi. Nima gaplaringiz bor? Mana shu oliy toifali vrach Doktor Boysonov klinikasi sharoitlari juda ajoyib. Men juda mamnun bo'ldim. Mendek mana shunday grijadan qiynalib yotganlarga tavsiya qilaman. Juda ajoyib. Rahmat doktorlardan juda minnatdorman. YouTube'da ko'rgandek davolandingizmi? YouTube'da qanday qo'shimchasi ham borda, endi ular YouTube'da ko'rganimdek xuddi shunday davolar ekan. Men to'liq ishonch hosil qildim. Alloh shifo bersin. Chuqur minnatdorchilik bildiraman sizlarga. Siz ham kasal bo'lmangiz, qilib turasiz. Sizga tushuntiramiz. Harakatlarni qilib turasiz. Inshaalloh men bu girja degan balo bo'lmaydi sizga, qiynamaydi. Shuning uchun hech qachon umid so'ndirmaslik kerak odam. O'sha girjadan qiynalib qoldim, girjadan ertaga bugilib qoldim, oyoq so'p qoldim yoki bo'lmasa og'riq kuchli degan tushunchani miyadan ketkizish kerak. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'zi 3 toifa insonni aytganman, o'zi mana 5% holatda operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi. Qolgan 90-95% holatda konservativ lechina qilsa bo'ladi. Mayli, Alloh shifo bersin, kasal bo'lmang. Samarqandda ko'rishamiz, xudo xolasa. Rahmat, yaxshi kunlar.